Demek ki yaxshi gapirgan bo'lsangiz niyatlarimizga yetaveradi. Restoran bo'lib ketsin. Saraka berib ketaman qilaylik. Biz. 3 1 kilo, bitta 1,5 kilo shatdaymiz. Ustasini haliga qilib beraverasiz, xalqaga. Chiqolaplar qayda? Hozir chiqyapti. Qancha aytdingiz aka? 3 1 kilo xalqaga. Olib ketasiz. 1,5 kilo bog'laymiz. 3 1 kilo oling birinchi. Yo, 1,5 kilo olib, pastga turishadi, yonib beramiz. Shu go'shtni joylarni beri. Hozir kimga qilishim kerak edi? 1,5 kilo şey degan akalarga. Keyin 3 ta saboylari bor ekan. 1 kilo. Xalqaga chiroyli qilib beraverasizlar, o'zi. Bo'ldi aka. Hozir shu. Qanaqa aka? Saboq kelsa. Payt yarimni qo'yaymi, butun qo'yaymi? Yarimni qo'ying. Bo'ldi aka. Chiroyli qilib beringlar, beringlar. 1 kilo отдельно qilib beringda. Xo'p bo'lar. 25 pullari ham bormi? Tillari bor. Buni 120 ming qilib turib qolganiga til qo'shib yuborsam bo'ladimi? Qanday? Ha, shu o'tiralar ekan. Bu tarafda ekanda. Shep. 3 1 kiloni ham urab beraveradi. Aksan bolaga aytasiz, hozir kiradi oldingizga. Aytib boraman, kirib beray. Hozir turishkasini qidiryapti aka. Hadi. 5 minutdan kamar aka. Aya. Aya. 2 kilo qilib o'ynagan chet degani. Chet degan 2 kilo qilib o'ynagan. Bu 50 ming so'm, 170 ming so'mlik bo'ldi. 30 ming so'mlik undan qo'shaymi yo? 2 kilo qo'yib. Nimadan qo'shib beradi? Go'shtli joylardan qo'shadi. Qanday qo'shaymi? Bo'ldi, mana shu yerdan qo'shib beraman akalar. Biz o'tirdik. Bor ekan. 3 1 kiloni ham qilib beraverasiz, o'zi.